Biskvitingiz baland bo'lib ishib chiqishini yoki ishib chiqqandan so'ng yana qaytib cho'kib ketish sababini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Birinchisi, bu tuxumning yaxshi ko'pirtirilmasligi. Ya'ni tuxumimiz yaxshi, qattiq ko'pirtirilmas ekan, biskvitimizga boshqa ingrediyentlar qo'shilganda suyulib ketish ehtimoli katta bo'ladi va bu tabiiyki biskvitimiz ko'tarilmasligiga eng katta sabab bo'ladi. Ikkinchisi, bu bizda biskvit pishirilish jarayonida gradusning to'g'ri qo'yilmasligi, duxovkaning turiga qarab farqlanishi mumkin. Masalan, hamma duxovka biskvitni har xil chiqazadi va bu ham biskvit pishmasligiga yoki pishib chiqqandan keyin cho'kishiga sabab. Bu gapimdan so'ng duxovkangiz firmasini almashtirishga shoshilmang. Duxovka firmasidan ko'ra eng muhim narsa bu albatta gradus. Biskvitning cho'kmasligi uchun eng muhim omillardan biri bu 3-omil hisoblanadi, ya'ni biskvit sovishining tartibi. Ya'ni har bir biskvitning o'zining sovitish tartibi bo'ladi. Ya'ni qaysidir biskvit duxovkaning o'zida sovilsa, qaysidir biskvit teskari ag'darilib sovitiladi. Shuning uchun har bir biskvitning o'zining sovitish tartibi bor va bu tartiblarni xudo xolasa keyingi videolarda albatta chiqazib va o'rgatishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, subscribe qilib oling, like va kommentariy qoldiring va do'stlaringizga yuborishni unutmang va keyingi video nima haqida bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiring.